Yangi yil, qish, namuncha bu faslni biz juda ham yaxshi ko'ramiz. Lekin savol, nimaga? Kimdir mazza qilib oppoq qor yaxshi ko'radi, qor bor o'ynash yaxshi ko'radi. Lekin kim esa uyni bezatish, archani bezatish, oila davrida o'tirish yaxshi ko'radi. Balkim kimdir issiqqina kofe, shokolad ichib, issiqqina uyda qor ko'rib o'tirish yoqadi. Lekin menga yangi yil qishloqlarni masxara qilish yoqadi. O'shaning uchun bugun sizlarga qanaqa qilib qishloqlarni masxara qilishni juda ham zo'r g'oyalar o'rgataman sizlarga. Xullas, boshlaymiz. Mazza qilib ko'ringlar videoni. Issiqqina kofeli olib kelinglar o'zingizga. Hammaga salom do'stlar, men otim Kompot, yangi joyga xush kelibsizlar. Do'stlar, aytdim-ku men sizlarga nimaga yangi yil yaxshi ko'rishimni masxara qilishga, hozir qishloq kelish kerak. O'zi kelibdi qishloqqa. Qani, o qishloq nima? Men Kompot ol qorboron chiq. O qorboron deydimi? Yaxshi. Bu birinchi masxaram bo'ladi mana. Kompot kim bilan gaplashyapsan? Hozir qishloqqa, hozir sen bilan qorboron o'ynayman. Men o'zimga qorboron qilib bo'lganman, o'sha qor qilib bo'ldim men. Hozir qishloq o'zimga qor bo'ldim men. Lavali qor va suvli qor. Hozir mazza qilib birinchi masxaramizni boshlaymiz. Bo'lmasam qishloqqa do'stlar. Bo'pti, ketdik. Davay bekitib qo'yamiz, yaxshiroq bo'lish uchun. Kompot men ol. Namuncha qishloq bunaqa tez kelyapsan. Hozir lavali olma. Qishloqqa olma. Zo'r qorlamanda. Yo'q, nima bo'pti menga? Voy qishloqqa, men bilan qor o'ynamoqchimning, qanisan endi? Ol, mana mazza qil. Nima bo'pti, Kompot, nima bo'ldi? Deyman, yo'qman. Men bilan qor o'ynamoqchimning, qayerga ham ketib qolasanmi? Qishloqqa ol. Kompot, bo'ldi, nima qilyapsan? Oddiy qor emas bu. Voy, oddiy qormi? Lavami bu. Lavali qor deb bu, oddiy qor. Uyim yonidan oldim. Qayerga ketib qolding? Hozir endi suvni olamiz. Qishloq, qayerga ketib qolsan? Kompot, menga yaqinlashmagin. Nima qor o'ynayapsan? Oddiy qordan nima sanga? Yo'ldan oldim, mana senga bitta qor. Nima qilolmayapman men? Nima bo'ldi qishloq, senga nima muzlab qolding? Namuncha muzlab qolding? Bo'ldi. Tushundim seni muzlab qolganingni. Senga lavali qor yetishmayapti demay, hozir seni isitib qo'yamiz. Qishloqqa bo'lmasa, ol. Boshqa zamlar o'ynayman. Qor bor, Kompot. Ana birinchi masxara ham o'xshadi bo'lmasam do'stlar. Mana ko'rdinglar. Qorli lava va suvli qor bilan birinchi bo'lib qo'shnimni masxara qildim. Voy do'stlar, zo'r chiqolmayapman. Bo'lmasam ikkinchi masxaraga o'tamiz. Mana achchiqqina garmdori qo'yib qo'ysam bo'ldi. Ana do'stlar, tayyor bo'ldi bizning Kompot tortimiz. Wow, namuncha bu tort shirin. Wow do'stlar, hozir masxarani eng zo'ri bo'ladi. Qishloqda tort yaxshi ko'radi, juda ham zo'r hid chiqyapti bu tortdan. Shuning uchun o'sha qishloqqa kelish kerak. Keldimi nima qana qishloq, siyoh rangli qishloqqa. Salom. Kompot, salom. Namuncha o'ta zo'r hid chiqyapti, qishloqqa kela qol. Mana men tortni qaragin, juda ham zo'r tort men tayyorladim. Wow, Kompot, bitta yeb ko'rsam maylimi? Voy qishloqqa, yo'q, bu 31-dekabrda yeymiz qishloqqa. Kompot, iltimos bitta yeb ko'ra qoling, kichkinagina. Voy yo'q, qishloqqa yema, bo'lmasa men skladga chiqib kelib ustiga narsalar sepishga. Bo'ldi, bor, men qo'rqib turaman. Hech kim yeb qo'ymasin qishloqqa. Bo'ldi. Voy do'stlar, hozir ko'ramiz mana. Yeb qo'yarmikin, yeydi, baribir yeydi. Nima shirin, Kompot bilmas kerak, bitta yesam, agar kichkinagina yesam, ozgina yeyman, mayliga ketayotjam. Nima bo'pti? Nima qor yeyman. Tort yeganmikin, nima deysizlar? Yebdi-yu, mana qaranglar yugurib yurishini. Tezroq suv solamiz. Davay sous ochib ichiga, kofeni ichiga qo'yib qo'yamiz. Sousi bo'ldi. Sous quyib qo'ydik kofeni ichiga. Qishloqqa, yaxshimisan? Kompot, nima bu? Qanaqa tort bu? Nima, hali sen tort yedingmi? Ozgina yeb qo'yinglar. Namuncha achchiq tort bu. Voy, achchiq bo'lib ketdi. Mayli, men kofe senga olib keldim. Kofe ichasanmi? Nima bo'pti qishloq senga? Buni qaranglar yugurib yurishini. Qishloqqa, voy achim ketolmasang, maylani sakradi. Voy tezroq keta qolay bo'lmasam, chiqib yana menga solib bermasin, bo'lmasa meni keyingi masxaraga o'tamiz.
Mana buni qaranglar do'stlar. Bizda juda ham katta, chiroyli archa qo'yib qo'ydik bu yoqqa, lekin hali bezatganimiz yo'q. Ham sovg'alar tagiga qo'yganimiz yo'q. O'shaning uchun o'zimiz sovg'am qo'yib qo'ymoqchiman hozir. Ko'ryapsizlar nima olganimni? Dinamit, zajgalka, ichimoslar nima bo'lishi, agar kimdir ochsa nima bo'lishini. Bo'ldi, bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Kapot nima qo'ysam bo'tdi? Qishloqqa nima qilmayman, prosta o'zimga sovg'a qo'yib qo'yotgandim. 31-dekabrda ochaman deb. O'ziga sovg'a. Tegmagan qishloqqa meniki bu. Bo'ldi, tegmayman. Mayli, ketur kapot. Bo'pti, qishlog'i qara, lekin tegsen, bu meni sovg'am. Meni sovg'am hech kimga ochish mumkin emas. Bo'pti, kapot, ochmayman, farqi yo'q. Bo'ldi, ko'ramiz hozir ochmasligini. Mana qishloqni qaranglar, ketyapti. Qishloq bilan gaplashyapti. Hozir qaytib keladi-yu bu qishloqqa. Qani u ana qaytib kelyapti. Kapot, nima qilyapti-ya? Meni masxara qildi-ya. Unaqa qorbonlar bilan hozir o'z soqasini ochaman. Nima bu? Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Ana qishloqqa yaxshimisan? Nima bo'ldi? Men sovg'am ochib qo'ydingmi? Kapot, ikkinchi bilan gaplashmayapman. Boshim. Qishloqqa, bo'pti. Ol qorlaringni o'zingni, men ketdim. Mana shu yotavergan mazza qilib. Do'stlar, bu ham o'xshadi. Qaranglar, qor ko'payib qoldi-ya. Endi bu degani keyingi masxaraga o'tsak bo'ladi. Qor odam qilishga zo'r bo'ladi hozir do'stlar, like bosinglar. Ana bo'ldi, tayyor bo'pti. Bo'ldi. Qor odam, qor kompot tayyor bo'ldi. Mana qaranglar, qo'lqoplarini, sharflarini, shapkasini. Mana qaranglar, sabzini o'zimni bog'imdan oldim bu sabzini. Nimaga buni qor kompot deyman, hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Kapot, qor odam qildingmi? Bizning qishloqda bitta odam bor-ku, qor odamlarni bizni yaxshi ko'radi, bilasan-a? Sen o'zing aytmoqchimisan endi? Endi bilmadim, kechasi bu yana bizilib ketmasin. Men bunga juda ham ko'p vaqtim ketkazdim. Qara, lekin bu oddiy qor emas. Nima? Oddiy qor odam emas, nima oltinlimi? Agar sen buni buzsang, umringning oxirigacha keladi bu orqangdan. Meni kuldirmagan kapot, bo'pti, men ketdim. Do'stlar, qali ko'radi bu. Mana qaranglar, hozir buni ichiga kirib olaman. Men kiradigan qildim. Hozir bu qor odamni ichiga kirib olsam bo'ladi bemalol. Keyin uni masxara qilsam ham bo'ladi. Hozir kirib olaman. Mana hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Do'stlar, men kirib oldim aytganimda. Boshlasak ham bo'ladi. Hozir kutishimiz kerak endi qishloq kelishini. Qani o'zim bunaqa qilsam bo'ladi, ko'rdinglarmi? Oldinga orqa yursam bo'ladi. To'g'ri, qo'limni aylantirishim bo'lmaydi, boshimni ham aylantirsam bo'lmaydi. Boshqa hech nima qilsam bo'lmaydi, lekin oldinga, orqaga, chapga, o'ngga yurishim mumkin, to'g'rimi? Bu ham yetadi qishloqni qo'rqitish uchun. Qani qishloqqa mana qo'yib qoling. Ana kelyapti. Achinchi kutdimmi? Hozir qishloq kelyapti. Kompot batoni, hozir ko'radi, kompot buni biz tashiyman. Mana qorin bo'ronini biz tashiyman. Qor odamini. Kompot yo'qmi? Bo'ldi, endi biz tashlab bo'ladi. Nima bo'ldi? Nima orqaga qaytdi bu? Shamollami? Tushunmadim. Shamollab o'sganida qadimiy odam nimaga o'xshamayapti? Bu yoqqa nima bo'pti? Tushunmadim, nimaga qo'rqib yuryaptimi? Qo'rqyapman. Men yugurib kelaman. Nima bo'pti? Do'stlar, mana qaranglar. Men yugurishimmi? Qishloqqa ketib qoldi. Qishloqqa. Qani qishloqqa. Do'stlar, men bekim olamiz. Bo'ldi do'stlar. Ko'rdinglarmi? Qishloqni qo'rqib ketganni. Menda zo'r g'oya bor, yana bitta olamiz. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Nima? Qora odamlar qirol. Nimasi bu? Bu yoqqa men qora odamman. Hozir seni otib tashlayman. Bu yoqqa. Do'stlar, o'zim o'zgartirib yubordim. Ko'rdinglarmi? Qochib ketgandim men buni qishloqni.
Mana bo'ldi, qora odamdan chiqib qoldim. Mashta turuvera qolsam, mashta yaxshi turibdi. Bizim kelmayapti. Archani yonida zo'r turadi. Do'stlar, bo'pti. Men sizlarga bugun zo'r narsalar ko'rsatdim. To'xtanglar. Yana bitta xos ko'rsataman sizlarga. To'xtanglar, qor ko'p deyapman, Bo'ldi, qor odam ketdi shekilli meni yonimdan. Boshqa kelmayapti, ko'rmayapman. Uyga kirish kerak, уже qor kuchaylashyapti. Ketdim men uyga tezroq kofe ichib o'tiraman maza qilib. Yaxshi, eshik yonida qor yo'q ekan. Bo'pti, davay qor odam yo'qmi? Bo'pti, men bu kirsam bo'ladi yana. Nima? Qor odamlar yana nima? Ko'rdinglarmi? Qo'rqib ketganni shunaqa deb o'yladim o'z do'stlar. Mana qaranglar, qo'rqib ketgan qishloqni. Namuncha menga yoqadi qora odamlarni qilish. Do'stlar, lekin kim ularni bizga yoqmaydi. Menga kim ularni bizsa qora odamlarni. Bo'pti do'stlar, mana ko'rdinglarmi? Oxirgi masxaram zo'r chiqdi. Ishlatinglar sizlar ham. Like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Men bugun sizlarga zo'r g'oyla ko'rsatdim, qanaqa masxara qilishni. Lekin yana mashqara qilib o'tirmaylar, xo'pmi? Ozgincha qilinglar, bo'pti. Haming xaris hisobinglar. Agar sizlarda g'oyila bo'lsa, komment yozinglar.